Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylarida qarindoshlarım. Hammalarninki mushu vaqti ve bunun ikinci vaqti xayrlik bo'lsin. Men sizlarning do'stinglar Abdulaziz Bashto'g'roq İstanbul'dan sizlarga salom qilyapman. Jinim do'stlar. Ovozimni nihoyat obdan chiqib o'tibdi. Biz birlikda o'rganib kelayotgan bir kitob bor. Önümdar kişilerinki 7 adeti deb Stephen Covey Amerikalık yazgıcı bu kişilik teraqqiyatga ait kitaplarını yazıdığan kişi qadirli qarindoshlar. Önümdar kişiler zade qandaq muvaffaqiyatga erişibdikan, işinin önümünü qandaq yaratıbdikan, başqa bilan qandaq hamkorlashibdikan, uningdan burun o'zini o'zida qaysi xil odatlarni shakllantiribdikan, shuning aloqador tadqiq qilib yozilgan bir kitob, ham dunyoda eng ko'p sotilgan kitoblarning birisi hisoblanadi, qadrli qarindoshlar. Türkçesini men chiqarib qo'ydim. Türkçe PowerPoint mi hazırlaptı başkalar, başka yerlerde bu dersini kengaytıyatkan danışmanlık şirketleri yoki başka orunlarga o'xshaydi Türkiye'de mi? Biz hem de Uygurcasını öğrenip kelyapmiz. Bugün 6. adet bo'lgan yaxshi hamkorlash, yani özgüce hamkorlik prinsipi degan mazmunni birlikda o'rganib o'tamiz, qadrli qarindoshlar. Bu 81. ders, tadbiriyay sin derslarining 81-si bo'lib hisoblanadi. Bu dersda asosliqi nimani o'rganamiz degan vaqtida kichik temalardan ko'ksi qarningiz keng bo'lsin. Darsxonadagi hamkorlik, savdodagi hamkorlik, aloqadagi 3 qatlam, 3. yol izlab, pasib haydamlik önümni yeydi degan tema. Uningdagi farqqa hurmat qiling, to'salg'ularni harakatlantiruvchi kuchga aylantiring. Hamkorlikning katta o'rniki tabiat dunyosi. Foydali ko'rsatmalar deganga o'xshash kichik mazmunlar, temalar, qadrli qarindoshlar. Anda olsa biz dersimizde birlikte o'rganishni davom qilamiz, qadrli qarindoshlar. Endi bu kitobni o'qigan odamlarninki yozgan ba'zi so'zlari bor ekan. Men bu kitobni o'qigandan keyin Dali Carnegie'nin kitaplarını bir yoqqa cho'rib qo'ydigan bo'ldi deganlar bor. 9. bab 6. adet yaxshi hamkorlash. Bu o'zguchi hamkorlik prinsipi ekan. Biz necha vaqtning yanqisi shu prinsip to'g'riliq gap qilyapmiz, qadrli qarindoshlar. Adam debdiki Stephen Covey, agar mening kishilik munosabat jihati o'rgangan eng muhim prinsipni bir cümle so'zga yig'inchoqlasak, u bo'lsa avval tushun, andin tushunilishni ista. Avval qarshi tarafni tushunib, andin qarshi tarafning seni tushunishini qo'lga keltir. Bu bir prinsip kishilik aloqaning unumli bo'lishidagi ochqoch debdi, qadrli qarindoshlar. Miyadagi resimni qarasanglar 7 adetga qarata shu sxema berilgan bir yerda. Eng dastlab tayinishchan mezgil o'zimizni shu 3 odatni shakllantirish, yakki doirasidagi muvaffaqiyat. Undan keyin qarasanglar, bu yakki doirasidagi muvaffaqiyatda aktiv tashabbuskor bo'l, 1. adet, 2. adet nishonliq ish boshla, 3. adet muhim ishni boshda qil degan gap. Bu yakki doirasiga muvaffaqiyatga erisha oladiganmiz shaxsiy. Undan keyin mustaqillik mezgilini o'tab, tang naplan 4. adet
5. adet düşen andın düşünülüşünü iste. Bugün ügündüğümüz 6. adet yaxşı hemkarlaş degan meyada qara ko'rinib turgan o'ng qo'l tarafdagi shu mazmunni o'gidimiz o'zaro tayinish mezgili degan yerda qatorli qarindoshlar. Ya'ni kollektiv doirasiga muvaffaqiyat. Ana olsa dersimizni boshlab ketamiz. Özümni danalarning istikida rag'batlantirman. Hal qilg'uch ishlarda ittifoqlashiman. Muhim ishlarda jonliq ish qilaman. Hamma ishda keng qursoq bo'laman debdi. Bu gapni degan kim? George Bush. Ya'ni vazifaga o'ltirish nutqidan elingan bir so'zgan qadrli qarindoshlar. Angliyaning sobiq bosh vaziri Winston Churchill butun Angliya xalqini tashqi dushmanning tajovuziga qarshi turishga safarbar qilganda butkul umrim mushu daqiqa uchun qilingan tayyorlikdir degan ekan. O'xshashlar boshqa odamlarning hammasi dal mushu hamkorlik uchun qilingan tayyorlik. Boshqa odatlarning hammasi dal mushu hamkorlik uchun qilingan tayyorlikdir. Angliyaning bosh vaziri Winston Churchill bütün Angliya xalqini tashqi dushmanning tajovuziga qarshi turishga safarbar qilganda butkul umrim mushu daqiqa uchun qilingan tayyorlikdir degan ekan. O'xshashlar boshqa odatlarning hammasi dal mushu hamkorlik uchun qilingan tayyorlikdir. Hamkorlik cho'ng gavda bo'lib, ushoq bo'laklarning yig'indisidan cho'ng cho'ng. Bundaq deganlik hamkorlik cho'ng gavda bo'lib, ushoq bo'laklarning yig'indisidan cho'ng. Bundaq deganlik har qaysi bo'laklar orasidagi munosabat cho'ng to'pning bir tashkiliy qismi. Ammo hargizmo aralla bir tashkiliy qismi emas, balki qo'zg'atish, taqsimlash, maslashtirish, rag'batlantirish rolining bir qismi deganlikdir. Hamkorlik bütün insoniy faoliyatlarning eng yuqori pallisi. Boshqa odatlarning hammasini markazlik ifodalab beradigan, tavlaydigan pech. O eng qaltis iqtidor. Oldingi 5 odatning umumlashtirib ifodalanishi va haqiqiy sinoq o'tkili. İnsandan 4 xil alayda iqtidorga, shundaqla o'rtaq naflanish, samimiy aloqa san'atiga ega odamlar hamkorlikdan iborat bu yuksak pallaga yetalaydi. O mo'jiza yaratib taqanmasdan ko'z oldimizda yep-yangi suhbat anjumani tuzib, kishilarning eng yuqori iqtidorini joriy qildirishiga turtki bo'ladi. Shundaqla kishilarni har qanday cho'ng sinoq oldidimi tez pukmas darajada qat'iylashtirib etdi. Tabiat hamkorlikdan putgan bir birlikdir. Siz hamma joydan uning kamoliy qudratini his qilib yetalaysiz. Ikki tup daraxt yaqin tikilsa, yıldızları bir-biriga irmash-chirmash bo'lib ketadi. Tuproq tez mumbatlashadi. Daraxtlarmo yalg'iz tikilganidan farqli holda texmo bardam o'sadi. Jipslab qo'yilgan ikki parcha taxtayning bardoshlik berish kuchi yalg'iz taxtayninkidan hassilab ko'p. Shundoq birini qo'shsa ba'zida 3 tang, hatto 3 tumi cho'ng bo'lib qoladi. Masalan, kulli koinotdagi mo'jizalarcha hamkorlik hikmatini ijtimoiy aloqaga qandoq tatbiqlashda, oilaviy turmush hamkorlikning bitmas, tugumas hikmatini ko'zatadigan aqlli bir ko'znak. Farzandlik bo'lish va uni tarbiyalash texmo shundoq. Hamkorlikning mag'zi dal farqqa hukm, hurmat qilish va ortiqchilikdan foydalanib kamchilikni to'liqlash.
er-xotunlar ve er-xotun arasındaki fizyologik farkı iniqla. Lekin ictimai idrak, hissi cihetdeki farklar şu. Bular yenici turmuş şekli ve muhiti berpa kılalamdı yok. Bularning kişilerinin öz niyetini emelge aşırış, izzet, hürmetini küçeytiş, tayinişçallıktan müstakillikka ve onundan öz ara tayinişçallıkçı boğan pişbitiliş ceryanı da birer roli bamu yok. Özara tayinişçan muhitte yitildiğen kelgüsü evlatlarda küyünüş ve beğişlaş ruhi yitildirdiğini del şu hemkarlık emesmi. Ularda birbiriga bo'lgan o'chmanlik, tig'mitiq tirkishish, shaxsiyatchilik azlisin. Samimiy sadoqatmanlik, ijil inoqlik, hamkorlik, ishonch, mard sixiylik avsun. Bekinmichilik, o'z-o'zidan o'rkish, yinimikir, nayranvozlik azlisin. Mehr shafqat, g'amxo'rlik ko'paysin. Igilash istiki va xohlagancha hukm chiqarish azlıson, hemkarlık hemmiga kıble bolsun deptu kadirlik kırındaşlar Stephen Covey efendi. Yani biz hazır 7 alışkanlık dep koydu Türkçe'de. Önümdar kişilerin 7 adeti The 7 Habits of Highly Effective People degan Stephen Covey'nin kitabını öğünüvatımız. Hemdeki mezmun köksü qardınız keng bolsun. Yani denizdek bop kessin. Degeni men ketip qo'yay, qadrli qarindoshlar. Biz devatqan hemkarlık asasidagi aloqa köks qarnini keng tutish, barliq foydali oy fikrlarni qabul qilish bilan bir vaqtda o'zining yuzaki qarashlarini mo tang o'ttirg'i qo'yishni ko'rsatdi, jinim do'stlar. Qaramoqqa bu ikkinchi odat bo'lmuş, nishonliq ish boshlashni chatga qoqilgandek ko'rinadi. Amaliyotda hargiz mundaq emas, balki uni texmo kuchaytirdi. Aloqaning boshlanmasida hech kimmo ishlarning nega berib, nada to'xtaydiganligiga aniq hukm qila olmaydi. Faqat ishonch va bexatarlik tuyg'usila sizni hamma ishning xayrlik bo'ladiganligiga ishontirib turadi. Mana bu sizning ko'nglingizdagi g'oyiviy nishon. Ommaviy turmush yoki boshqa ijtimoiy aloqada kollektiv hamkorlikning lazzatini tetib baqqanlar ko'p emas. Ko'pincha kishilar gumon va bekik turmush odatlari ichida yashaydi. Bu hal amaliyotda nihoyat zo'r yoshurun kuch va ijodiy iqtidorning behuda xurab tugishini keltirib chiqaradigan zo'r fojiadir. Birlashgan uzar, birlashmagan tozar. Yalg'iz daraxt o'rmon bo'lmas degan gap bor. Degan hikmatni tajribadan o'tkazib baqqanlar bo'lsa kerak. Bir meydan musobaqadagi kollektiv ruhning qo'zg'alishi, qiyinchilik ishidagi kishini hayratda qo'yadigan uyushish kuchi, ma'lum birovni o'lim girdobidan qutqizish jarayonidagi shijoatni o'ylang. Bular ko'pincha alohida jarayon, mo'jiza deb qaraladi. Hargiz turmushdagi normallik deb qaralmaydi. Vaholanki mundaq mo'jizani doim, hatto har kuni yaratib turish mumkin. Shart, bu mo'jizani yaratishdagi shart nima ekan? Kalli ochoq, mingi sagak, shundaqla tavakkul qila oladigan, ko'pning aqlidan foydalana oladigan bo'lmoq kerak. Mas'uliyatdan, mag'lubiyatdan qayta savallik o'tkazib qilishdan qo'rqmagandila yengillik yaratish mumkin. O'z maydonidan tavranmay kurash qila oladigan odamlar mundaq jabr jafolardan egilmay, pukilmay, g'oliblarcha o'tib ketalaydi, jinim do'stlar.
Okuvatqınımız Stephen Covey'nin Önümdar Kişilerinin 7 adetinin 6. adeti yaxşı hemkarlaş yani özgüçe hemkarlık prinsipideki köksü karnınız keng bolsun degan mezmununu köydek. Hem de derisxonadagi hemkarlık degan temine birlikte ögidip ötümüz. Derisxonadagi hemkarlık. Köp yıllık okutuş tecrübesinin şunu his kıldım ki, muvaffaqiyetlik ta'lim terbiye ismi cismiga layık abjash jarayon. Şundaqla o'qituvchi bilan o'quvchining hamkorlik iqtidorini sinaydigan muhim jarayondir. Oliy maktabda rahbarlik falsafasi va stili degan bir darsni o'tgan chog'dagi ko'rinishlar zodali esimdan chiqmaydi. O'qish boshlanib 3 hafta bo'lgan chaqqa deyman. Bir o'quvchi o'z beshidan o'tkazgan ta'sirlik, shundaqla kishini o'yga soladigan bir ishni so'zlab o'tdi. Onun so'zidan sinfdagi hammaylar ta'sirlandi, ham uning jasoratiga qo'l qo'yishdi. Bunun bilan boshqa saboqdoshlarim ilhomlanib ketdi. Ularmo endişe tashvishlarini to'kishga boshladi. İşençilik ve xotirjam muhit ularni o'ylab bakmagan uçuq yo'riqlikqa elib borgan edi. Hammaylar oldin tayyorlashib olgan dokladlarini bir chetga tashlab qo'yib, bas-basda echilib, yeyilib, ich qarnini to'kishib ketdi. Menmo o'zimni unutgan holda ularning suhbatiga kirishib ketibdiman. Aslidagi o'qitish planini bir chetga surib qo'yishga majbur bo'ldim. Amaliyotda o'xshamagan o'qitish usuli to'liq foydali. Bu osmondan tushgandakla paydo bo'lib qolgan o'y emas, balki kishiga xotirjamlik, ozodlik bag'ishlaydigan bir xil ezgu tuyg'u edi. Ko'pchilik oxir darslik, suratlik plan, og'zaki doklad deganlarni ko'pchilik oxir darslik, suratlik plan, og'zaki doklad deganlarni bir chetga qayirib qo'yib, yengilashdan o'qitish nishoni, topshiriq bekitib chiqishni tayin topdi va hammasi qizg'in talash tortishib ketdi. Qizg'in talash tortish qilib, butkul darslik mazmunini qaytadan planlab chiqishdi. Alahazal 3 haftalar o'tganda ular bu mezgillik o'g'inish hosilotlarini to'plab, kitob chiqilib tarqitishni xiyol qilishdi va yana yangidan plan loyiha tuzib, guruhlarga bo'linib ishga kirishib ketdi. Hammaylar aslidagidan nechasi tirishchan. Yana kelib har bir o'xshamagan nishon uchun yang turlik edi. Bu jarayon ularda kam ko'riladigan g'oya ve kimlik toygusunu yetildirgen idi. Şu mevsum ahırlaşkandımı ulardaki boğul ruh öçmedi. Keyince bu sınıftaki sabaktaşlar kararlılık yığılış ötküzüp doğdu. Bana ta hazırgıca beşimiz bir yerge kelsila hemmenin ağzıda şu mevsumluk kaynam taşkınlık bulutlarının hayacanı. Ben bu balalarının qisqili vaqt ichida ijil inoq bo'lib ketganiga hayron. Men ular allaqachon oliy maktabning 4-yilligiga chiqqan, xarakteri yetilgan bolalar bo'lg'achqa, har qancha baland darsmi ularga o'zgacha tuyulmaydi. Ma'nilik yangicha urinish ularni tez jalb qiladi. Shuningmi, shu soatlik darsdagi burilish ularning toza chanqigan yeriga borgan. Ulardan başqa, menmi ularga loyiqida katalizator bo'lib berdim. Meningcha, ulug' quruq gaplar naq ishning oldida bir tiyin. Boshqalar ochgan yo'lda mangandan ko'ra, o'zi yangi bir qadam salgan afzal. To'g'ri. Meningmi hamkorlashdan mag'lub bo'lgan chaqlarim bo'lgan. Bu ham hammaylar beshidan kechirib baqqan ish. Ya'ni ba'zilar bir qatim burniga suv kirsalar, ha desa shuni dastak qilib olib, ikkinchi qatim qadam olishga jur'at qila olmaydi. Ba'zi boshqaruvchilar
birinin kasafetini minga yetkizib, qoida tuzumlarni kuchaytman debla texmi ko'p odamning erkinligi va taraqqiyotini bo'g'di. Yana ba'zi shirkatlar sheriklikka ko'ngil to'xtatolmay, puxta qonuniy asoslar bilan o'zini qo'g'dashqila kuchab ketadi-da, samimiy hamkorlikni yo'q qiladi. Necha yillik maslahatchilik va o'qitish tajribamga asoslanganda hamkorlikning muqaddimasi samimiylikdir. Siz qanchaki samimiy, ochiq yo'ruq, lafzi halol bo'lgan sari atrofingizdagilar texmi ishonchli, samimiy, sodiq bo'ladi. Gap so'zning qo'llashmasligi, o'y fikrlarning qandoqligi hamkorlik aloqaning to'solg'isi bo'la olmaydi. Muhimi samimiy, qizg'in, jur'atli bo'lishdir. Gerçi bu hammani hal qilib etadigan xosiyatli kuch bo'lmasa-mu, lekin uning roliga sal qarashqa asla bo'lmaydi. Yani Stephen Covey'nin Önümdar Kişilerinin 7 Adeti degan kitaptan bugun tadbiriyay sindirisinin 81-de 6. adet yaxshi hamkorlash, yani özgüçe hamkorlik prinsipi degan bölümni ko'ryapmiz. Buningdagi sodadagi hamkorlik degan mazmunga keldik, jinim do'stlar. Sodadagi hamkorlik. Biz bir qatim shirkatdagi barliq xodimlar bilan birlikda shirkat ahdnomasi tuzmoqchi bo'ldik. Boshlanishida hammanglar sizlar o'zlari bilan gap ketib o'tirgan edi. Lekin ba'zi imkoniyat, fursat va mumkinchilikka doir masalalar kelganda hammasi sipoyigarlikni bir yonga yig'ishtirib qo'yib, bas bilan tanishib, qizishib munoziralashishga o'tdi. Ammo hammasi shuncha samimiy, qizg'in va dodil edi. Hammanglar unsiz boshlanishdan jonliq hamkorlik aloqasiga o'tdi. Qizg'in, salmoq, munozara orqali o'rtaq tunish hosil qildik va ahdnomasini tubandikicha bekitdik. Shirkatimizning nishoni shaxs va shirkatlarning iqtidorini zo'r darajada yuqori ko'tarib, prinsipal rahbarlik usulining to'g'riligini e'tirof qilish va uni ijro qilish. Bu shirkatning nishoni ekan. Yana bir qatim men bir sug'urta shirkatining taklifiga binoan ularning yillik plan yig'iniga boshchilik qildim. Hay'atlar bilan suhbatlashish orqali bildimki, ular burun savol-javoblik tekshirish yoki suhbat orqali 4-5 timini aniqlab chiqadi ekan. Oxirida yig'in hay'ati ko'z qarashini o'ttirib qo'yib o'tadi ekan. Bundaqda yig'in ahli bilan fikr almashtirish gohi-gohida ko'rilib qolgan bilan baribir yengilish xarakteridagi talash tartishlarni hisobga olmaganda hamma ish tuzut iltifot, izzat ikrom ishida sipoyilarcha tamomlanadi ekan. Hech qanday ma'na, ahmiyati, o'zguchiligimi yo'q ekan. Başlanmasdınla kişiler neticenin qandaq bo'larini bilib bo'ldi ekan. Men o'rtaq hamkorlikning foydasini izib tushundirib yurib, ularni bu qatim yig'inni boshqacharoq etishga ko'ndirdim. Oldi bilan gerçi ular sal-pal ansirab tursa-mu, oldi bilan har qaysi mas'ullar muhim masalalarga qarata nomsiz fikir doklad yazdı. Onu yığıp toplab, mas'ullarning barliq masala va o'xshash bo'lmagan fikir qarashlarni astoydil ko'rib chiqishni talab qildik. Bundaq bo'lganda ular yig'inda yana ezib chaynab tushundirmasa-mu, zan selib anglasalar, barliq zihnini o'zininkini o'zi tinglab tushuntirishdan ijodiylikqa, hamkorlikqa qarasalar bo'ladi. Biz yarim kun vaqt sarf qilib 4, 5 va 6 odatlarni hammanglarga tushuntirdik va ularni sinatqizdik. Qolgan vaqt unumli hamkorlik mashqi bilan o'tdi. Mubada
Ademning ijodiy kuchi urg'ib chiqadigan, kishi aqli lol bo'g'idek mo'jizalarni ro'yobga chiqara oladi ekan. Kishi aqli lol bo'g'idek mo'jizalarni ro'yobga chiqara oladi ekan. Unsiz sukutning o'rnini qizg'in hayajon oldi. Hammanglar keng qusoq, ochiq fikrlik bilan boshqalarning ko'z qarashini qabul qilishga moyil yangi ideya, yangi loyiha ustida izlandi. Yig'in oxirlashay deganda hammanglar shirkat duch kelayotgan krizisni butunlay tushundi. Yozma taktib loyihalash bir yanda qilib, fikr ixtiloflarga alohida e'tibor berildi. Shunda qilib, yangi umumiy tonish tiklanishga boshladi. Haqiqiy hamkorlikning ta'minini tetib baqqan odam yangidan imonga kirganga o'xshaydi. O kelajakning texmo ko'p qimmatli fursatlar bilan to'lg'anligini ko'ra oladi. Kishilar ba'zi bir hamkorlikni yangi boshdan elib bormoqchi bo'ladi. Lekin cho'g'ilgan chitlaqning qorashmiqi bak tas. Vaholanki bu xil urinishning kaynidagi tub maqsad to'limi qimmatlik. Sharq donolarida shunday hikmat bo'ladigan. Mollamning o'ltirib qubishnilar emas, balki iymon e'tiqodini qo'g'lash. Barhaq. Bizning qildig'inimiz taqqoslash emas, balki yaratish, ixtirolash. Qadrli qarindoshlar, Stephen Covey'ninki Unumdor kishilarning 7 odati degandagi 6-odat yaxshi hamkorlashni o'rganyapmiz, janob do'stlar. Endi aloqadagi 3 qatlam degan mavzuga keldik, janob do'stlar. Aloqadagi 3 qatlam. Hamkorlik, unum, ixtira kishining g'ayratini urg'itsa, samimiy aloqaning unumi kishini hayratda qo'yg'idek zo'r bo'ladi. Gerçi samimiylik, rostchilik, xavf xatarga yaqin bo'lsa-mu, lekin u to'limi qimmatlik. Chunki uningsiz muvaffaqiyat, yükselish mumkin emas. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika hukumati David Leninslini atom energiya hay'atining boshliqligiga tayinladi. O bir turkum ta'sir doirasi zo'r nupuzli ijtimoiy arboblar bilan ish boshladi. Kelib chiqishi har xil bo'lgan bu kishilarning iroda e'tiqodi, har kunlik xizmat tartibiga bo'lgan ixlosi nihoyat kuchli bo'lib, darhol ish boshlashga to'limi taqozo edi. Axborot vositalari ham to'xtamasdan besim paydo qilmoqda edi. Vaholanki Leninsil aldırmadı. O neçe haftan ortak hissiyat birlik hasıl qilish bilan o'tkazdi. O bulardan o'zaro tushunish hosil qilishni, masalan, bir-birining qiziqish, arzu, niyat, g'am, tashvish, g'oya, nishon, kelish-ketish deganliklar bilan tonishib chiqishni talab qildi. Buninglik bilan o vaqtni biyoda isrof qildi deb nurg'un ta'ni malomatga qoldi. Yaxshi yeri qisman fikr qarashda unchalar birdektiki yo'q bu kishilar bir-biriga samimiy, sadoqatman, izzat ikromlik, ijil ittifoq bir-birisining holiga yetadigan bo'lib ketdi-da, izlatma topqili bo'lmas kollektiv ruhini vujudga keltirdi. Suhbatning tuvan seviyelik bo'lishi ishonish darajasining tuvanligidan keladi. Yani her iki taraf birbirinden paxas qiladi, her bir qadamni andishi ehtiyot ishida bosadi. Hadislar qonunni pesh qiladi. Ahvol yomonlashib qolsa deganini o'ylaydi. Natijada bir-birini yengadi yoki yengiladi. Yani kelib yo'q deyarlik usul, yani unum bilan iqtidor moslasholmaydi. Kishiga texmo ehtiyotchan va hushyor bo'lish kerakligidan ta'sirot beradi xolos. Yani tüven seviyelik sohbetlerde şundak bo'ladi ekan, qadrli qarindoshlar.
Bu 1-9 resim bizga ishonish daraja bilan aloqa qatlami orasidagi bog'lanishni tushuntirib beradi debdi. Bu yerdagi resimni birlikda ko'rib chiqaylik, qadrli qarindoshlar. Mana aloqa suhbat saviyasi debdi. Bu yerda yuqori, ma tuvan, sol taraf, o'ng tarafdagi qism yuqori. Yani ortak hamkarlık teng neflenişte en yukarı seviyede bulunurken, özara hürmet bu murassel şekilde bulunurken, özara ihtiyat yanlış yaki yanlış neticesini verirken kaderli kardeşler. Yani otur seviyedeki alaka, sohbet birbirini hürmetleş asasındaki alaka sohbet şekli bulup, o yetilgen alakalarınınla koludun kildiğen iş. Valenki, ihtilaptan saklanış için her iki taraf yanına keskin tevezzuda durmak lazım. Lekin, bundakta hiç kim karşı tarafının paydasını oylamaydı. Karşı tarafının garizini düşüngen kadar takdirdi mi, onun kendi hatta özra tayinişcan muhit içinde mevcut bulup durdu. Lekin önüme degendek bulmaydı. Orta seviyedeki hemkarlık. Özra tayinişcan muhit içinde en köp uçurduğun pozisiya murassadır. Bu bir koşulgan bir ten bir buçuk bir yerim yani birinin yanında ikiden bir bağ kadarlı kardeşler belki yani köylü oluşu. Mümkün degenlik bulup her iki tarafta mehrumiyet mi müyessiriyet mi boğusu. Bu iki alaka formasında artıkça ihtiyat pəxəs yok. Şundaqla gazap mi karşı tarafını tizgili biliş mi yok. Bizden kürdüğümüz samimiyet, rastçılık, hürmetli bulut. Lekin onun da icadilik veya ki ortak hemkarlık iktidarı deydiğen nese mevcut emas. Eriştiğimiz tüven derecedeki ten nepleniş halas. Ortak hemkarlık bir koşulgan birinin neticesini 8'ge, 16'ge ve hatta 1600'ge mi apırdı. Müstahkem işenç asası kurulgan ortak hemkarlık en yaxşı çare bulup, o ünümün kapaletidir. Her bir katnaşkıcı bunu toluk his kılalaydı ve barlık akide ihlasını onunla bağışlaydı. Bunda kızgın medeni muhitten çıkan ünüm netçe aş pişimden keyin emas, şu çağının üzüdüla iktidar bilen ünümün nispetini tenşep tesirini körüstələydi. Ya ki hemkarlaşqılı, ya ki ada juda bolğulu bulmaydığan ehval astıdımı, İhlasımız bilen tirişip tırmısakla önümlük murassa yolu tepiş tamamen mümkün deptu kadarlı karındaşlar. Allah'adaki 3 katlamını birlikte körüp öttük canım dostlar. Yani özara ihtiyat, özara hürmet, ortak hemkarlık. Ortak hemkarlık boğan çağda en yukarı seviyedeki alakını onatkan buluduğumuz canım dostlar. Hem de 3. yol izlep degan mezmunlu körümüz. Vaktimiz qanchalik qapti? 30 minut. 3. yol izlep. Tüvendeki misal bizga o'xshamagan qatlamdagi aloqaning o'zaro tayinishcha munosabatga qandaq ta'sir ko'rsatganligini aniq tushuntirib berdi. Bir ata demelish vaqtidan foydalanib, oilasidagilar bilan baliq tutishga bormoqchi bo'pti.
O uzak oylanıp puxta tayyorlik ko'ribdi. Balalarıma xushallikdan qin-qiniga patmay qapti. Afsuski, xotini ming tasdikda kelgan bu dam olish fursatidan foydalanib, uzoqdan beri kasal yotgan onasiga hamroh bo'lmoqchi ekan. Buning bilan oilada janjal chiqibdi. Biz bu kunni 1 yil taqozolik bilan kutdik. Balalar mo'misining uyiga borgan taqdirdami, varqirab, jarqirab hammani jaq to'yg'izishdan boshqani qilmaydi. Yana kelib apangning ahvolimi uncha bola ig'ir emas. Singling kelib ketib qarab qo'ysimi bo'ladigo deydi er. O degan mening onam deydi ayol. Uning yana necha kunlikli qoldi. Qolgani Xudoyimga omonat. Bir kun bo'lsimi onunga hamroh bo'lmasam bo'lmaydi debdi. Kunda telefon qilib tursak, Rojdestvo bayramini uning bilan birga o'tkazsak bo'ladigo debdi eri. Onun yana necha oy bor. Angacha apam bormi yo'q, kim biladi. Apam beliq tutishdan muhimmi deb so'rabdi ayoli. Er ve bala anadımı muhim debdi qadrli qarindoshlar. Bundaq talash tartish davomlashaverdikan, tahqiqki oxiri xayrliq bo'lmaydi. Ya'ni xotini yolg'iz onasiga qarashqa ketadi. Er balllarını elib dam elishqa. Ehtimolki erningmi ayolningmi ko'ngli g'ash, balalar teximo bisaranjam. Er murassaga keldi degandimi mecburiyet yüzünden ha deydi. Lekin qilcha xotinini xatoga chiqarib, xotuldab turishi, qircha xotinini xatoga chiqarib, xotuldab turishi mumkin. Aksicha bo'lsa, xotini eriga bo'ysunib sayohatga borur, zinhar qapı ochilmas. Agar mushundaq chaqda tasodifiy mo'may birning bo'lib qoladigan bo'lsa, ishning o'xshig'ini teximi shu. Xotun erini, er özünü ayıplab bir bo'lishidi. Meyli qandaq munassab bo'lsin, haman er xotun arasida azari nizodur. Aniqki, her ikisi bir-birini ayıplashidi, xatoligini tan elishmaydi. 5-6 ay o'tibmi shu konu hamanni so'rib, gap tagishidi. Hatta oilani vayron qilishi mumkin. Ko'pincha oila dastlabda chiroyliq sili özlü bilen özse, ahırda berip paciyaga pilti bulduğunu erzimasla bir iş. Er xotun ikki tarafning fikri arasida qilin bir qavat tam paydo qilishmi ve hatta ikkisini texmi ijil ina qilib etishmi mumkin. Her ikkilan o'zaro taynishchan munosabat odat etildirish arasidagi fikr farqiga tamamen yangicha nazarda qarayolaydi. Alaqısımı texmi yuqori qatlamga o'rlaydi. Buning uchun ular arasidagi tushunish hissiyatini texmi cho'nqurlashtirib, bir-biriga to'liq ishonishi, ochiq yo'riq aloqa qilishi, o'rtaq naplanish asosida har ikki taraf teng bahramand bo'la oladigan 3-yo'lning mavjudligiga ishonishi. Shundaqla har qanday qaror chiqarishdan ilgari qarshi tarafga obdan zansilib, o ko'nglashayotgan, shundaqla teşvişleniyotgan meselelerni tel-tüküz tushunish kerak. Hissiyatni cho'nqurlashtirish, o'rtaq naplanish, avval boshqalarni tushunish, mana bularning hammasi unumli hamkorlikni qo'lga keltirishning zarur shartlaridir. Samimiy aloqa orqali er-xotinning onasiga hamroh bo'lish, izchil opasiga qarab kelayotgan singlisining yukini yeniklatish orzusini tushuna oladi, ham o'zining mo'mayning qilib qolgan ömrüning beliq tutishdan natijasi qimmatli ekanligini o'ylashmaganligini tunib olaydi. Xotinimi erining oiladagilar jam bo'lsa ekan, balalar bahuzur yayrivasi ekan davatqinini, hatto mushina deblar kurs qatnashib, lozimatliklarni taqlab, oilasidagilarda astin chiqmas go'zal astilik qoldirish xiyolida yurganligini his qila oladi. Shundalar ular 3-yo'l ustida izlanalaydi. Der, bo'lmasa bu oyda birer hafta vaqt chiqirayli. Uy ishlariga odam salayli. Qolgan ishlarga men qaray. Siz berib apangizga hamroh bo'ling. Ya bo'lmasa apangiz turayotgan yerga yaqinroq joylarga berib, beliq tutsaqmi bo'laveradi.
yaqin yo'riqlardan bir neçesini chaqirib olsak, texmo obdan buludu texi. Buningda ular her iki tarafni texmo rozi qildigan usul ustida izdinar. Bu albatta aslidagi plan yoki murassadan ko'p afzal. Bu so'da emas, balki yangilash, o'zgartishdir. Her iki tarafni memnun, qoyil qiladigan hissiyatni yana bir baldaq yuqori ko'taradigan samarlik yo'ldir, jinim do'stlar. Endi passiv hamdamlik önümni yeydi degan temaga o'timiz, jinim do'stlar. Üçüncü yol üstüde izdiniş, yani pasif hamdamlik önümni yeydi. Üçüncü yol üstüde izdiniş, başkalarının oy xiyaldan çıkıp durup, işlarda mühim buruluş hasıl kılış arkalık önüm farkıga erişini talep kılıdı. Özara tayinişten mühit işide kişiler, mesele hal kılgan yoki karar çıkaran vakitlarının köpüncüsü de zihin küçünü hilineyren talaş tartış, bir-birinden ihtiyat kılış, üstünlük talışış, yoki başkalarının yoluga qıltaq quruş degandek ehmiyetsiz işlarga sarf qilib etadi. Amaliyotda bu bir putta mayga, yana bir putta tormozga dastlab turib, mashina haydayman deyishdan boshqa ish emas. Valanki xila nurg'un kasb ahillarimi putini turmuz tepkisini ko'tarmay turib, mayni texmi kuchab, chinqab dastlashga, ya'ni qovluq va dalil ispat orqali o'z o'rnini puxtalashga xushtar. Chataq dal o'zaro tayinishchan muhitdagi mustaqil gavdalarning muvaffaqiyat qozonish istikidila yoki huquq kuchini dastak qilib, yengilish andizini ro'yobga chiqarishga va yoki yaxshichaqlik qilib, hamma odamning yengish yoki yengilishini orzulashida. Belki ular ig'izida hammaylan tang nafga erishishimiz kerak deyishi mumkin. Amaliyotda ularning zan soldig'ini bu emas, balki ilojning boricha boshqalarni tizginiga erish. Bundaq muhitda hamkorlikni amalga oshirish asla mumkin emas. Aminlik tuyg'usi ojiz kishilar hammani o'z zakisiga selishga urinadi. Aminlik tuyg'usi ojiz kishilar hammani o'z zakisiga selishga urinadi. Ularning o'ylaydig'ini boshqalarni o'z ideyasi bo'yicha o'zgartirish, klollash. Ular insoniy aloqadagi eng qimmatli tarafning o'xshamagan andiza qarashlarning dialoglashib turishi ekanligini tushunmaydi. Amaliyotda o'xshashlik hargizmo birdaklik emas. Birdaklik ham ittifoqlikdan darak emas. Birdaklik va ittifoqlik bir-biriga nisbatan to'liqlimiki hargiz o'xshashlik emas. O'xshashlik ijodiylikdan yiroq, ma'nisizlikka yaqindir. Hamkorlikning mag'zi dal farqni hurmat qilishdir. Kishilarning aloqadagi hamkorlik oldi bilan shaxsning hamkorlashish va iqtidoridan keladi. Oldingi 3 odatning hammasida shaxsning hamkorlik uzluksiz ifodalanib turdi. Bu xil hamkorlik prinsipi kishiga yetarlik, bexatarlik tuyg'usi ato qilib, uni ochiq yo'ruq, samimiy, jur'atli qiladi. Bu xil prinsip haqiqiy ravishda inchikilashgandilar. Biz tang naflanish uchun kerakli bo'lgan qanoat psixikasiga erisha olamiz va bir-birimizni haqiqiy tushunib yeta olamiz. Prinsip markazchiligi bizni haqiqiy komillik maqomiga yetaklaydi. Til va logikaga bakroq ahamiyat berilgan, ya'ni so'ng mingning tafakkurini ko'p ishlatib odatlangan bir odam kuchlik ijodiylik talab qiladigan masala oldida ko'pincha tanqislikda qoladi va shu chog'da aql hushini tepib, sol mingisini qo'zg'atishga boshlaydi. Ularda aslida o'ng minga yo'q emas, bor, lekin uyquda. Nervi hujayralari mavjud, lekin yigilgan. Kichkidan boshlabla sol mingining taraqqiyotiga bakrak ahamiyat beradigan ma'arif
ve ictimai ta'lim-tarbiya muhiti tabiiy holda uning o'ng mingisining yetilishini bo'g'ib qo'ygan. O'ng minga bevosita tuyg'u, ijodiylik va obrazga, sol minga logika analiz, til iqtidoriga mas'ul. Her ikisini mas ishlatish orqali butkul mingining rolini to'liq joriy qildirish mumkin. Mundaqcha aytganda, o'ng sol mingimiz hamkorlikqa muhtoj. Cho'ng mingining bu xil qurilmasi ijtimoiy turmushga ajoyib oqilonlik bilan mas yaratilgan. Chunki turmushmo hissiyot ham idrok bilan to'lgan. Men bir qatim sol mingi boshqarishga, o'ng mingi yetakchilikka mas'ul degan temada bir shirkatga leksiya uyushtirib berdim. Aralıqdaki dam olishda shirkatning bosh direktori menga leksiya haqiqatan ahamiyatli bo'ldi. Lekin mening boshdan oxir o'ylab o'ltirganim buni sodiq emas, balki nikoh munosabatiga qanday tatbiqlay degan masala bo'ldi dedi. Va tushlik tomoqni oilasidagilar bilan birga yeyishga taklif qildi. Keyin u ayolga, "Xotin, menga ayan, sen meni texmi inchga va kuyimchan bo'lsgan deysan. Seningcha men qaysi jihatlardan diqqat qilay, aniqroq bir narsa deb baqmam sen" dedi. Bu bir jup er-xotinning sol mingisi nurg'un ish kuch, son-sanoq va tafsilotga muhtojdek qiladi. Dedim-ku, bu ma'lum bir konkret ish emas, lekin ish qilib menda paydo bo'lgan bir umumiy tuyg'u shu. Ayolining o'ng mingisi his tuyg'u va umumiy hosilot yo'llayotadi. Umumiy tuyg'u degan nima gap endi? Sana zodi nima qilib beray? Ish qilib bir xil tuyg'u. Ayolining o'ng mingisi faqat ta'sirat va bevosita tuyg'u qabul qilyotadi. Ish qilib aramizdagi nikoh sen aytgandek undaq muhim tuyulmaydi menga. Qanday qilsam muhim tuyuladi? Nima qilay? Aniqroq demamsan. Deyish tas. O bir xil naytimi kuchlik tuyg'u. Qadrlikim, mana bu sendagi chatoq. Mundaq illat apangdan bor ekan. Amaliyotda men uchratganligi ayol jinsining hammasi mushunda g'alita. O ulapla ayolidan so'roqchidek talabbizni so'rg'ildi. Ko'ngling xohlagan yerda turayotgan sen? Men buni demadim. O o'sindi. Mening da'vatqinim hargiz bu emas. Bildim. Direktor davomlashtirdi. Sen sebepning vajini aniq ayta olmagan ekansan, oldi bilan chatoqning nima ekanligini bilay. Shundala masalaning nimaligimi oydinlashadi. Turayotgan yeringga rozimisan? Meningcha rozi. Meningcha seningcha deydiganni qo'yib, ya ha ya yo'q. Turayotgan yeringdan rozimisan? Rozi. Xo'p. Demak, bu gap oydinlashdi. Ko'ngling tartadigan narsaga erishdingmi? Erishdim. Xohlaganingni qila oldingmi? Ular shu tarzda savol javoblashqila turdi. Qarasam o'ltirganimning hech nimaga foydasi yo'qdek. Ralli bo'lib gap qatdim. "Ikkinglar har kuni mushundaqmi?" "Ha-a", dedi direktor. Ayolimi xursung'ach, bizdagi nikohning bo'g'ini mushu deb qo'ydi. Ular qaradim, kallamdan birga yashaydigan ikki tan, ammo yerim kallalik deganlar o'tdi. Bala bar yo'qligini so'radim. Bar, ikki. Ikki ishonmayla qoldim. Qanday qilib bu yerga keldinglar? Endi bu nima deganingiz? Sizlar ijlinoq hem qammo. Sizlar ijil inoq hem qammo. Odatda birga birini qo'shsa ikki bo'ladigan, lekin sizlar 4 chiqiribsizlar-ku. Bir bütün gavdining bo'laklar yig'indisidan cho'ng bo'lishi dal hamkorlikning natijasiga. Bu turmushga qanday yetdinglar? Bizning qanday qilganimiz sizga ayongu doktor, dedi direktor ma'nilik. Cho'qimki farqqa hurmat qilsizlar, dedim men ünlük jarangliq ovozda. Qadrli qarindoshlar, Stephen Covey'ninki Ünümdar kishilarning 7 odati degandagi 6-odat yaxshi hamkorlashda biz
Yaxşı həmkarlaşışınki bəzi temelerini öğrenip öttük. Passib həmdəmlik ünümlü yeydu degende köydək. Əmdi pərqə hürmet qılın degen məzmununu görüp ütümüz canım dostlar. Vaktimiz bir az uzurab qalıdı bu derste. Yani yine yani 10 bet mezmun bakken aslında bir saatte tüketilen kitap bir saatlik ders buluttu. Bugün 1 saat 20 minut bulup kalışı mümkün canım dostlar. Parıqqa hürmet kılın. Kişiler bilen ünümlük hemkarlaştaki en mühim amil hemmeylerinin özgü xas psixika, keyfiyatıga, micazga, akıl parastiga, şundaqla oxşamagan közütüş iqtidarıga ehmiyet berişten ibaret. Özününkini rast eydigan adam daim özününkila haqliq deb turvelip, özününkila haqliq deb turvelip, başqalağı bir taraflama qarashda qarab alıdı da tar dairige qamınıp qalıdı. Kemter adam bolsa özünün nabab caylarının bağlılığını ten alıdı, hem de bardı keldi jarayanı da başqalarının mol bilim tecrübelerini xuşallık bilen qabul qılıdı. Oxşamagan qarashdağı ehmiyet berdi, nazar dairesini kengaytırdı. Bir-biriga tüptün qarama qarşı iki fikirning birla vaqtda mavjud bo'lib turishi sizningcha logikaga uyg'unmi? Amaliyotda bu yerda gap logikada emas, balki ruhda, psixikada. Ba'zi ziddiyatlar haqiqatanmi birga mavjud bo'lib tura oladi. Kitabımızın baş qismida bir ayolning portretiga munosabatlik sinoqni bayon qilib o'tgan edik. O'xshash bir parcha resim o'xshamagan bir-biriga zid ta'siratni maydonga chiqadi. Yana kelib hammasining o'ziga tushliq logikalik asosi ham bor. Ikki odamning fikr ideyasi o'xshash bo'lib qoladi ekan, demakki oradagi biraylan allaqachon ortiqcha odamga aylanib qolgan bo'ladi. Köz qarashi qilibdi qo'ygandek o'xshash odamlar bilan aloqa qilishning hech qanday foydasi yo'q. Odam fikr ixtilofi orqali nafga erishish mumkin. Pedagog Reves'ning danglik mesele hayvanlar mektebidan farq xaslikning ne kadar mühimligini aniq ko'rib olaymiz. Bir günü barlıq jandarlar məsləhətlişib bir məktəb qurmaqçı və onun da evlatlarını kəlgüsü xavfki taqabül turalaydigan qılıb tərbiyələb çıxmaqçı boldu. Məktəbdə uçuş, yugurish, su üzüş, dərəxtə yamış qatarlıq dərslər təsis qılınıbdı. Həm başquruşqa qolaylıq bolsun üçün həm hayvanın barlıq dərs türlərinə tuluq qatnaşışı tələb qılınıbdı. Gazning so'zish maharati eng oldida chiqibdi. Uchish darsidagi natijasi har holda yomon emas ekan, ammo yugurishda uning samini charg'i chiqibdi. Yugurishni pishlayman deb g'az suv uzishni tashlab mashq qilishga kirishibdi. Kuchapdi. Taki puttapallari qapirib, kardan chiqishga mashq qilibdi. Suv uzish natijasi odatdagicha holga tushib qoldi. Mektepke o'ttirhal natija bo'lsa bo'laveradi. Shunga hech kim bunga parvo qilib ketmabdi. Ammo g'azning bakla demi ichiga tushib ketibdi. Toshqan yugurish darsida oldida ekan. Lekin suv uzishni har qancha qilibmi o'rganolmabdi. Hatto butunlay ro'y tushib ketibdi. Tiyin daraxtga yamishdi pir ekan. Lekin uchish darsi muallimi uni daraxtdan sakramaslik, yerdan uchish to'g'riliq tanbih beraverib, ciddileştirip kolunu tartıştırıp koyuptu. Neticede daraxtga chiqishda 3-cü, yugurishda 4-cü o'ringa tushib qoldi. Burkut chataqchi maxluq bo'lg'achqa uni qattiq tutmay bo'lmaydi ekan. Daraxtga yamish darsida o shoxning uchiga hammadan avval chiqqan bilan boshqurg'uchining buyrug'iga bo'ysunmay o'zi bilgan sanamga dastlab turibdi. Mavsum oxiriga kelganda g'ayri maxluq yılan baliq dereceden tashqari o'zish mahorati, yugura oladigan, yamış oladigan va azroq bo'lsin ucha oladigan aloyligi bilan hammadan
yuqori nomerga erişibdi. Hatta o'qish bitkizuvchilarning namunalik vakili bo'lib saylanibdi. Chaşqanlar maktabning darslik programmasiga yer qo'llashning kirgizilmayligiga norozi bo'lib, kollektiv qarshi chiqibdi. Ular bolalarini shogirdlikka berib, hunar o'rgatibdi ve barliq Chaşqan oilasidagilar bilan birlashib, ayrim maktab qurib chiqibdi, debdi bu masalada qadrli qarindoshlar. Yani şuna farqqa hürmet qilish. Yani her bir insan, yani 7 milyar insanın içindeki alahide cevher deb görüşümüz, Allah'ın ayeti deb bilişimiz gerek qadrli qarindoshlar. Özümüzün bu kıymetini, özümüz başkalarının bu hürmetini qilishimiz gerek. To'salg'ini hareketlendirib kuchga aylantirib degan mazmunga keldik. To'salg'ini hareketlendirgich kuchga aylantirib. O'zaro tayinishchan munosabatda unumli hamkorlashish, yükselish va o'zgarishning putli qashanglariga taqobil turishdagi eng yaxshi vositadir. O'zaro tayinishchan munosabatda unumli hamkorlashish, yükselish ve o'zgarishning putli qashanglariga taqobil turishdagi eng yaxshi vositadir. Cemiyatshunos Kurt Lewin kuch meydani analizi orqali rag'batlantirgich kuch bilan to'sqinlik qiluvchi kuchni qanday qilib tangpunglashtirg'ili yoki bir-birining qo'zg'atquchisiga aylantirg'ili bo'ladiganligini izohlab o'tgan edi. Hareketlendirgich kuch odatda aktiv, muvaffaq, angliq, iqtisodiy unumga mos kuchdir. To'sqin kuchki bo'lsa, aksicha passiv, namuvaffaq, angsiz, hissiy, ijtimoiy va psixik kayfiyat aralashgan bo'ladi. Bu nihoyatda aminiy ikki xil kuch selishtirmasi bo'lib, har bir o'zgarishga astoydil muomala qilmay bo'lmaydi. Yani bu resimga qarasak, qadrli qarindoshlar, qarshilik kuch, hareketlendirgich kuch bir-biriga zid, yani kuch meydan analizini tushundiradigan resimken. Nima deb desanglar, misolan, har qanday bir uyda bir xil oilaviy kayfiyat bo'ladi. Biz mushu oilaviy kayfiyat orqali oila a'zolari orasidagi aloqaning aktiv yoki passivlik darajasiga, o'zlarining o'y, xiyol, g'am, andishalarini ko'ngil azodiligi bilan bir-biriga aytadigan, aytmaydiganligiga, bir-birini hurmatlaydigan, hurmatlamaydiganligiga baho beralaymiz. Balkim siz bu oila muhitda texmi aktiv omillarning ketilib, ularning bir-birini texmi hurmatlaydigan va o'zaro ishonadigan, ochiq yo'ruq, samimiy, qizg'in qarindoshlarga aylanishini umid qiladigansiz. Mushundaq o'yinning bo'lishining o'zimi bir oila muhitining yaxshilanishiga foydali hareketlendirgüchi kuch. Hareketlendirgüch kuchning bo'lishi yaxshi, lekin uning bo'lishila yetarli emas. İttirish kuchli bo'lib, to'sqin kuch chiqarib etilmaganda ko'zlagan maqsadga yetkazib bo'lmaydi qolmasdan, aksicha unum paydo qilishi mumkin. Projeni qarshi tarafdan ittirib turadigan kuchni yo'qotmaganda, mayli uningga qanchalik besim tushirmang, cho'qimki bir chaq u hamon keyniga tepidi. Vaholanki, unumli hamkorlashish usuliga murojaat qilib, 4-odatni nishon, 5-odatni taktika, 6-odatni aloqa usuli qilib qarshilik kuchiga taqobil tursangiz, oilada zo'q-sho'q, ochiq yo'ruq, qizg'in kayfiyat yarata olasizda, hammanglar to'lima qizg'in, erkin, ham fikrlarga aylanadi. To'salg'u tabiiy holda foydali harakatlantirish kuchiga aylanadi. Yo'liqqan masala, qiyinchiligingizni uydagilarga aytasiz. Ularmi uni o'zlarining g'am andishisi qatorida ko'rib, uni hal qilish chorasi ustida izlanadi. Yep-yangi ve ortak nişan mana shundoq tikiladi. Plan o'z yo'lida mangadi. Natijami kishining tasavvuridan halqib ketadi. Eng qimmatlisi bu jarayonga singan
o'yg'atquchi kayfiyat texmi o'zgacha madaniyat muhiti yaratib, hamma bir-birining izzat hurmatidan bahramand bo'ladi va mundaq o'zgacha kayfiyat fursatni texmi yangi ideya tafakkurga erişalaydı, debdi Stephen Covey efendim. Men her iki taraf kalgan bıçaklarını bilip, advokat arkalık birbirini mat kılışka tayarlanıp, ot, su buluşkan söhbetlerden neticesiga iştirak kılgan men. Kanuni tertibinin arığı söylep kirilişi, münasebetinin yirikleşip çekiga yetkenliginin alameti. O meseleni texmo çigişleştirip etidi. Lekin arada işenç kalmaganda onundan başka mı amal yok. Her iki tarafki muvaffaq hal qilish chorasi tepib, aplashib qolsanglar bo'lmasmi? Men araga tushatdim. Her iki taraf shundoq bo'lsa obdan ish bo'lganligini e'tirof qiladi. Biroq ko'pinchalar uning mumkinchiligidan shubhilanadi. Qarshi taraf shundoq bo'lsa obdan ish bo'lganini debdi. Bo'lmasa yana bir suhbatlash baqamsizlar ya. Ularning buningga beradigan javobi ko'pincha ma'qul deb boshlanish bo'ladi. Her bir sotda suhbatning natijasi odamni hayron qoldirmay qolmaydi. Amaliyotda sotda yoki ruhiy jihatda kishini necha oy parakanda qiladigan ishni necha soat yoki necha kunda chiroyli hal qilish tamoman mumkin. Ixtilof kechiringlar. İxtilofga qonunni aralashtirsa, munosabatni texmo yomonlashtirib etishi aniq. Muvofiq chora tepib chiqish qonuniy vosita orqali masala hal qilishdan nechasi yaxshi natija elib keladi. İki yoqning munosabati mayli qanchalik o'sal, bir-biriga bo'lgan ishonchi mayli qanchalik tayinsiz bo'lishining qat'iy nazar, o'rtaq suhbat va hamkorlik asosida ixtilofni tugatgandan keyin aloqa bardi keldi, texmo quyuqlashib, yaxshilanib ketadi. Bir kuni tong saharda bir yer zamin echish taraqqiyot shirkatining mas'uli yordam so'rab telefon qilibdi. Onun aytishicha, bankadan olgan qarzni vaqtida qaytara olmag'achqa, bank taraf uning raniga qo'ygan yerini musodara qilmoqchi ekan. Shu sababdan o bankadagilar bilan takallashib qoldi. O texmi ko'p mablag' orqali qurilishni tamomlab va setib qarz to'lashni o'ylaydi ekan. Banki bo'lsa, koni qarzingni uzmasan, sana yana qarz berolmaymiz deydi ekan. Onun ustiga qurilish sur'ati ziyoda asti bo'lganlikdan atrofdagi aholilarning noroziligi yuqori pallaga yetibdi. Shahardagi hukumat tanqislikda qoldi. Ziddiyat ching'i chiqqan mushundaq chaqda bankimo bana telefon qilg'uchi uy zamin sodgirimo bir patman pul to'lab bir-birining ustidan arz qilishibdi. Sod echilishga necha oylar qoldi. Telefonda bir haza vaz etib yurib, ming balada onu 4-ci, 5-ci, 6-cı adetler asasında bank taraf bilan söhbetlashga ko'ndirdim. Söhbet başlanmayla iki taraf kök bo'lib ketishdi. Qarshi tarafning advokati keyincha da'vogarning o'rniga daxl yetmasin dedi-mu, aytavur bank taraf vakilini so'zligilimi qo'ymay bir o'zi eg'izi balaliq qilg'ili turdi. Dastlabki bir soat tanglanish, o'zinimi o'zginimi tushunish, unumli hamkorlash degandek uqum tafakkur usullarini izib tushundirish bilan o'tdi. Ondan keyin dastlabki tushunch asosida men bank tarafining g'am andishlarini bir-birlab do'stga yozishga boshladim. Dastlabda hech qanday inkas bo'lmadi. Ammo borgancha ular sergaklashishga, kallasi suzilishga boshladi. Shunda qilib har ikki taraf samimiy, tuzlik bilan fikrlashishga, bir-birini tushunishga, bir-birining fikr maydonidan hayajonlanishga o'tdi. Hatta bank tarafining suhbat vakili advokatning tusishlarini qattiqma elib qo'ymasdan, nihoyat qizg'in, zo'q sho'x bilan gap qilishga boshladi.
Her iki tarafning meydani o'zgarmadi. Lekin ikki taraf o'zini aqlayman debla tatırıp titrep qaynab taşmidi. Qarshi tarafning o'y fikriga quloq salg'udek bo'ldi. Men shundala yer zamin shirkati mas'ulining fikrini do'skiga yozishga o'tdim. Bara-bara ikkili taraf tushunishning yetarsiz bo'lishi tufayli cho'ng uqishmaslik kelib chiqqanligini bayqashdi. Qalb darvozalari ochilgan, naplishish paytlari yetib kelayla deb qolgan edi. Tushlik tomoq vaqti, ya'ni qoida bo'yicha yig'in oxirlashi kerak bo'lgan vaqtda yig'in zali yanada qizg'in bas munozara va o'zimin savdogirining taklifiga bo'lgan inkoslar bilan to'lgan edi. Uni qatib, buni chiqarib deganda qilib yurib soat 12dan 45 minut o'tganda her iki taraf dastlabki kelishim hosil qilishdi. Gerçi bu sohbat kimmo xiligacha suzilgan bo'lsa-mo, lekin da'vo qaytirib elindi. Haliq yerda oxirgi hisobda bir yurish o'y qad ko'targan bo'ldi. Men hargizmi qonunga murojaat qilmaydi demoqchi emas. Ba'zida qonuniy vosita zururiyatga aylanib qoladi. Lekin u ish zod aplashmaganda andin ish qisiladigan ko'zir. Hargizmi masala ko'rilmasdan ko'tarib davranglatib keladigan kaltak emas. Çatak chiqmayla onun eslab olish, vahima psixikasi paydo qilish bilan birga qonuniy tartiblarning hamkorlik unumini cheklab qo'yish, tuvallatib etish mumkin. Qadrli qarindoshlar. Shunda qilib hamkorlikning katta o'rniki tabiat dunyosi degan mazmunni birlikda ko'rib o'tgandan keyin bugungi darsimiz tamam bo'ladi, jinim do'stlar. Hamkorlikning katta o'rniki tabiat dunyosi. Tabiat hamkorlikning katta o'rniki bo'lgan ekologiya ilmi bizga tabiat dunyosiga yushiringan mo'jizaviy hamkorlikni nihoyat obdan sharhlab berdi. Kainatdagi hamma mavjudot bir-biriga zich munosabatlik. Bundaq munosabat tengdoshsiz qudratli kuchni ro'yobga chiqargan. Kitobimizda qayd qilingan 7 odatning haqiqiy kuchi dal ularning o'zaro munosabatida. Hargizmi yakka taq odati ichida emas. Qisman bo'laklar orasidagi munosabat tabiatda emas, oila, ishxona, shirkatlardimi hamqon madaniyat yaratadigan kuchdir. Qanchaki cho'nqur cho'kkan siri kishining masalani analiz qilish va hal qilishga kirishishi shuncha ko'p, chiqarilgan ijodiy kuchi shuncha cho'ng, oxirgi natijaga bo'lgan mas'uliyat engi shuncha kuchli bo'ladi. Menimcha Yaponlarning savdo muvaffaqiyatidagi maxfiyatdan mushiyada. Ular mana shunday qilib yurib, xalqaro bozorni o'zgartdi. Hamkorlashish unumlik. Shundaqla oqilona prinsipdir. Uning unumi oldingi barliq odatlardan eshib tushdi. Hamkorlik o'zaro tayinishchan muhitdagi eng yuqori unumga timsoldir. Kollektiv hamkorlik o'rtaq qurish ro'yiga taqqos. Topdagi har bireylarni hamkorlik orqali muvaffaqiyatga yetaklaydigan altın şotudur. Gerçi siz o'zaro tayinishchan aloqada, shundaqla hamkorlik jarayonida boshqalarning harakat odatini kontrol qila olmaysizmi? Lekin sizning ta'sir chambarikingizda yana nurg'un narsa mavjud. Tan jismingizga mujassamlangan hamkorlikning o'zila ta'sir chambarikingizga mutlaq ta'alluq narsadir. O'zingizning tahlil analiziga moyir, ixtiroga boy tarafingizni qadrlang. Boshqalar bilan bo'lgan farqi hurmat qilishning ijodiy kuchingizni xo'ratmasdan texmi urg'itadiganligiga ishining.
Paydasız ahvalda qalğınızmı? Hemkarlıqdan vaz keçməng. Başqalarının tapdan chiqqan qilmishlari bilan karınız bo'lmasin. Pasif amillardan neri turing. Başqalarının afzalligini bayqashni va uningdan foydalanishni biling. Tonuşunuzni o'stiring. Nazar doirangizni kengaytiring. O'zaro tanishgan muhitda o'z ko'z qarashingiz, hissiyotingiz va tajribangizni dadillik, samimiylik bilan bayon qilib, boshqalarning mo qizg'in, samimiy, ochiq yo'riq bo'lishiga ilhom bering, jinim do'stim. Kishilar orasidagi farqqa hurmat qiling. Birovning o'y fikrining siz bilan o'xshamaydiganligini sezginingizda, ularga qarashingiz meninkidan o'zgacha. Bu bek bilan bo'ldi deng. Ularni qo'llamasingizmi? Muayyanlashtiring. Tushunishga urinib baqing. Mubada o'xshamaydigan ikki xil usul yoki hal qilish chorasiga yo'liqib qolsangiz, odatdagi ahvolda mavjud bo'lishi tamoman mumkin bo'lgan unumlik o'rtaq hamkorlikdan iborat uchinchi yo'l ustida izlanib baqing. O'rtaq naflanishda ching turib, qarish tarafni haqiqiy tushunishda xohlaydi ekansiz, hammaylarni yaxshi nafga erishtiradigan, texmi yaxshi, texmi ko'p hal qilish chorasini topa olishingizda gap yo'q, shak yo'q. Qadrli qarindoshlar. Endi foydali ko'rsatmalar degan eng orqa mazmunga keldik. O'qiyotganimiz Stephen Covey'ninki Ünümdar kişilerinin 7 adeti Türkçe 7 alışkanlık deb yazsanlar çıkıdı. Qadrli qarindoshlar. Faydalı ko'rsatmalar. Birinci, kim bilen he dese fikirde ixtiloflashib qoladiganligingiz ve qanday qilsangiz bu xil farqni 3-xil yo'l hamkorlikqa yetaklaydigan palampayga aylandırgılı bo'ladiganligini o'ylab baqing. Ma'lum tür yoki masalada onun maslahatini elib ko'ring. İkinci, xushingiz yo'q odamlarni tizib baqing. Mubada bexatarlik tuyg'usida bo'lib, farqqa hurmat qilgudek bo'lganingizda bu odamlarni o'xshamagan fikr va fikr vakillari qatorida ko'rib, ular bilan hamkorlasha olamsiz. Uchinchi, qandaq vaqtda hamkorlikqa texmi muhtojsiz. Hamkorlik qandaq sharoitlarga bog'liq, bu sharoitlarni qandaq yaratish mumkin. To'rtinchi, endi birov bilan ixtiloflashib qolsangiz, uning maydoni va o'y fikrini tushunishga, shundaqla masalani o'rtaq manfaat yetkazish asosida ijodiy hal qilishga tirishib baqing, jinim do'stim. Stephen Covey'nin kitobinin 6. adet hamkor yaxshi hamkorlash degan mavzuni birlikda ko'rib o'tdik. Qadrli qarindoshlar, hamda 4-bölüm o'zini yuksaltirish va yaxshilash degan mazmunga o'timiz inshaalloh kelar shanba kuni. Yani 373. betdan boshlaydi ekanmiz. Bu eng oxirgi bölüm deb o'ylayman kitobdagi, ya'ni 4-bölümni. Yani 450 betlik kitap bu. Yani 4-bölümken özünü yükseltiriş ve yaxshilash. Ondan başka qo'shimcha ba'zi mazmunlar borken, jinim do'stlar, balkim bunu biz inşallah yana 3 yoki 3-4 saat vaqtda 3-4 saatlik bir ders qilsak tugatishimiz mumkin. Anda olsa hammanglarni Allah'a topshiraman. Qadrli qarindoshlar, kishilar soat 82. dersimizde önümlü kişilerin 7 adeti degandiki 7. adetga o'tishga shu joqqa taklif qilaman. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, sizlar bilan naf olgan bo'lsanglar,
Unutup kalmay, başka birodarlarga mo tavsiye qilib qo'yinglar. YouTube'ga yüklep qo'yma. Ondan keyin tadbiriyay tor radiosuna yüklep qo'yma. Yerdan tinchsanglar bo'lib ketib etib, o'zimizni bir amal qilib, texnik takomillashtirishga, o'zimizni yaxshilab o'zgartib, shaxsiy holatda emas, hamkorlashgan holatda texnik güzel bir kelgusini yarata oladiganimizga ishonishga inshaalloh va o'zimizni o'sha sohada texnik yaxshi ilm elishga va taqitishga sarf qilaylik vaqtimizni, zihnimizni, jinim do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.